Bugun sizlarga Qumsonda joylashgan Bananskiy dachasini obzor qilib beramiz. Qani ketdi. Zeleniy zonasi nima deyapti, jigarlar? Yozda ochiq havoda o'tirganga hech nima yetmaydi. Seni ham vaqti doda qilib qo'yishgan ekan. Tapchan nima deyapti, Tapchan? Nechga atmosferasiga o'zingiz bitta like bosib qo'yaverasizlar. Lekin dachan serrovkasi, vaqti serrovka 5 baho. Bassenlari nima deyapti? Bassenlarni qaranglar. Vaqti doda ekan. O'rtog'inglarni spirga bilan urishinglar uchun cho'tki joy qilib qo'yishgan ekan. Kontur choqqaligi 5 ga 5 sostav uchun zo'r joy. Xonalar ham akkuratni is ketmasligi uchun konditsionerlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bilyardlar ham o'zgacha ekan. Yangi toshlar qilmagandan qo'yib qo'yishibdi. Bilyarddan zerikali PlayStation so'rata ishlab qo'yib qo'yishibdi. Tepasida mansardagi alohida 5 bor ham bitta choychi, mevali yeb, osmonga qarab o'tirsa, dachani eng tepasi tomida bo'lsa, futbolni zona qilib qo'yishgan ekan. Biz o'zi yoshlikni eslaymiz. Oh, gol. Bashi zo'r. Atmosferaga gap yo'q lekin. Eng yoqadigan tarafi dachaga chiqqandan keyin yozda baribir tashqarida cho'milish kerak. Zimniy basseyn qishda yaxshi. Baribir ham yozda maza qilish uchun ochiq havoda cho'milish yetmaydi. Nima deysizlar? Endi dachaga baho beramiz. Men bu dachaga 10 dan 8 baho beraman. Nimagaki agar letniy basseyn ham bo'lganda 10 ga 10 bo'lgan bo'lardi. Xullas, dachani obzori tugadi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosishni unutmanglar inshaalloh. Bu yoqda dachani obzorini tugatib, endi ovqatlarni obzorini boshlaymiz. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum.